Assalamu alaikum, sağollaşlar. Biz aldığın qetim dersimizni nereden başlagandık? Esbabul ixtilaftan başlagan şunda ama. Ondan keyin tuyuqsuz şu mahallede top ketiş sebeplik dersden çekinip kaldık. Ben bununla haber kılay dep telefonda olsama dersin davamlaştırılır dep qarasam üzerine bilmey kaptım telefonumdan onu bütün resetleri orada tüyep kaldım oxumaptım almış. Nolan hatta sizlerge şu öyge qaytqan kadar onun xabarini bilmey kaldım. Top şu olmay kaldım. Başta olab aldan günlük dersimiz çala qalğandı. Yani biz esbabul ixtilafdan başlagan ya başka yer başlagan ya benim isimde kılışı şu esbabul ixtilafdan başlagan ama dersimiz tügümesden qanaq qalğan to'xtab qalğan şunda ama sağollaşlar. Biz bugün şu esbabul ixtilafdan başlayımız inşallah dersimizni. Dersimizni başlaştan ilgiri ben qısqagina bir yo'qlama qıvalay. Ba savaqdaşlarımız astağa şu bir rakamını yollusun. Abdülaziz bizden, Abdurrazzaq, Abdüsalam Halil, Adil Zirek, Mutellib Musa, Musacan Hasan, Abide Ayşe İslam, Amine Muhammed Emin, Dilnur Havanisa, Hurşide, Mehriban, Nuriman, Raziye Muhammed, Reyhangül, Safiye, Sernaz, Süreyya, Süzük, Zühre, Zuliman Tohti, Teslime, Amine, Melike, Eli, İmin, Musfire, Selman, Kerime, Ruşengül, Amangül, Alican. Hazır kirmigen savaqdaşlar kirip rakam yollu etsin. Andan keyin yana bir gap isimni bu vaqtda bir davolay savaqdaşlar. Yo'qmi bo'ldi, qaysi başlasam oldida. Elhamdülillah maqadimki imtihonimdan ben biraz hali suyundim. Nurg'un savaqdaşlarimiz vaqt munosabati bilan darsga nahv maydon darsiga kirib qolamizmi? Biz nahv maydon darsini suratga olib munbarga yo'llagandan keyin shu munbardan ko'rib imtihonga qatnashgan savaqdaşlarimiz bo'ldi, elhamdülillah. Muş munosabat bilan biz şu Türkiye'de bağla, Türkiye'de yokla amal kılanmaydı. Türkiye'de bağla, okuma İstanbul'da bağla. Kızlar boyunca, oğullar boyunca muş aldığımızdaki 15-20 gün yaki bir ay içinde yaki bir hafta içinde bir gününü belgilesem bir mevhum dünyada emas, real dünyada bir kürüşüp, bir yığılıp özara tanışıp taqal sağlanadigan ümit bilan men gapni qilyapman. Agar buningga qo'shilsanglar, o'g'illarni biz o'zimiz mas'ul ayrim yig'imiz, qizlar aranglardan biraz peshqadamdirlar. Buningga egib, o'rinni biz ta'minlasak bo'ladi. Bir kunlik yig'iladigan umumiy ahvollarni, chiqimlarni biz o'rinlashtirsak bo'ladi. Bir yig'ilib, tanishib, yani o'zinglar bir mavhum dunyoda emas, real dunyoda baliqlarni besibisonglar. O'qishib, bilishib degandek bir qilsang qanday bo'lar? Bu bir taklif fikr. Yo'q, agar sharoit va boshqa ishlar tufaylidan biz yig'lamay tursanlar, u o'zinglar ish. Ammo yig'lalaymiz deb qolsanglar, biz qilgan ishlarni biz o'rinlashtiramiz. Qizlar xos o'zaro yig'lasizlar, o'g'illar xos o'zaro yig'lasizlar. O'rinni biz ta'minlaymiz inshaalloh. Naqlaylik bo'lsa bo'laveradi. Onun yeterlilik lazım ettikler bak naslini hazırlab turamiz. Agar shunga qo'shilamiz desanglar, bir raqamini, qo'shilmaymiz ikki raqamini befikrim yo'q. Ya'ni qo'shilishni, qo'shilmaslikni o'qimayman deganlar 3 raqamini yo'llayotganlar, shuni qarab an o'rinlashtirishni. Maşallah, hammalar qo'shilgan o'xshaydi bunga. Undan so'ng inshaalloh shu ahvolga qarab o'rinlashtirdi, o'zaro kengashib to'pni bormasmizlar.
Qolgan masalalarni o'zaro to'pda deyishib o'rinlashtirsanlar bo'ladi. Men qolganni munosabatlik saboqdoshlarimizga yetkazmay inshaalloh. Unda bugun darsimizni boshlaymiz saboqdoshlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz aldığımız saatlik dersimizde o'quvchilarimiz arabchasini o'qib bo'lgan bo'lg'achqa bu saatlik darsda bolalar ya'ni o'quvchilar arabchasini o'qimasin bo'ldi inshaalloh. Ya'ni darsimizdagi asbabul ixtilof degan mazmunga kelgandik. Biz ilgirki mazmunlarda sahobalar o'tirsida ondan keyingi tabiinlar ta hozirga qadar Qur'onni tafsir qilganlar o'tirsidagi tafsirning farqli bo'lishi bir oyatdan o'xshamagan mufassirninki o'xshamagan ma'no elishi hatto kalti tushunch kishilar bu nuqtadan Qur'on o'xshash bo'lsa Qur'on bir bo'lsa nimda xilma-xil ma'no chiqadi degandek bir xil ta'tir tushunchlarning kelib chiqishi qatorliq nurg'un savollar agar sizlar kelgusida Qur'on bilan shug'ullanib tafsir bilan shug'ullangan vaqtda oldinglar keladi. Ya'ni endi Qur'on zodi ashta o'xshamamdiki ixtilof degan bir so'z bizning Uyg'ur tilida biroz hassos so'z bo'lishqa. Ixtilof desa bizda ash kelishanmagan ta'tir kelib qolgan monarxiyal vaqtda da'tilar tushib qolganlar hamma ixtilof deymiz. Ammo arabchadagi ixtilof bundan biroz farqli. Biz bundan keyin tafsirlar shug'ullangan vaqtimizda mush ahvollar oldimizga keladi. Unda bo'lsa Qur'on zoti kishilar ashta ixtilof qilgandek va uni kishilar ayblagandek ashta bir ixtilofning manbasimi yoki bu sabab nima bu yerdagi ixtilofni qanday tushunamiz, buning sabablari nima degan haqida bugun darsda to'xtalamiz. Shunga avtor gapning beshidan mavzuning asbabul ixtilofning sabablari deb boshladi. Sabablarninki tafsirda ixtilof qilishning nurg'un sabablari bor. Ya'ni grammatikalik bir nuqtani aslatib o'tay. L'ixtilaf salaf bu jumlaninki xabar bloki, asbab jumlaning ega bloki. Bundan ilgari bir necha qitim dedim esimda qolishimcha. Ega iniqsiz holatda, ya'ni nekir holatda kelib, xabar jar majrur yoki shibh jumla shaklida kelsa bunu biz bar deb tarjima qildik. Salaflarninki tafsirdagi ixtilofininki nurg'un sabablari bor. Buning birisi avvalan birinchidan ayakuna fil aya ayakun an lan yakun birlashib ism shakli tarjima qilingan. Oyatda birdan ko'p qiroatning bo'lishi. Hammaga bilasizlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimninki qiroatini farz qilib tushirgan. Qiroatini farz qildigini Qur'onni xohlagan shaklda o'qiy olmaydi. Va bizning Uyg'urchilikda ketgan bir xatoligimiz bor-ku. Kichik vaqtimizda biz Qur'on savodimizdan chiqarg'ili ustozlarning qishig'i bo'lsa, Qur'onninki arabcha o'qish zir shakl, undan keyin harflarninki chiqarilish shaklini o'rgatib bilan qolganini o'zimizdan o'qitadigan. Endi bu ma yaqinqi zamonlarda masalan so'zlig'iga mat qo'yib masalan bo'shaq so'zlig'iga qoyim mat qo'yib, g'unni chiqaradigan yerga g'unnining belgisini qo'yib, ixfa chiqaradigan yerga ixfa deb kichik xat yozib qo'yib, qiroatni qulayliqlashtirgan bilan aslida Qur'onning har oyati alohida o'rganiladi. Jibroil Rasulullohga har oyatni o'rgatgan, Rasululloh sahobalarga har oyatni o'rgatgan. Ve bazı ayetler 2 xil o'qiladi, 3 xil o'qiladi. Mushuning natijasida amalan anglayotgan 10 qiroat degan bir gaplarni anglaymiz. Aramizda bu sohada xili mutaxassis bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Maxsus Qur'on sohasida. Ya'ni Qur'onning qiroati biz o'ylagandan sal boshqacharoq bir ish. Qur'onning qiroati Allah tarafidan Rasululloh tarafidan bizga tushirgan bir farz shakldagi bir ish. Unda xalq u qoida, u grammatika o'qiladigan ish emas. Qur'onning qiroati har qanday bir grammatikaga o'xshash, balki Jibril Rasulullohga qanday o'rgatgan bo'lsa, Rasululloh sahobalarga qanday o'rgatgan bo'lsa, sahobalar undan keyingilarga qanday o'rgatgan bo'lsa va bizga qanday aytib kelgan bo'lsa, shuncha o'sha bo'yicha o'qiladi. Yaqinqi zamonga qadar Qur'on ko'p hollarda, Qur'onga besilsimi, yozilsimi, Qur'onga qarab o'rgatilmaydi. Ustozmi,
ig'izak o'g'itdi. Boshqa narsa o'tib tursin Qur'on. Va o'quvchining ustozning ig'iziga qarab, qo'li bilan anglab, ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan anglab, qiroatning shakllarini o'rganib kelinayotgan. Yana bir demoqchi o'g'lim shuki, oyatlarda biz o'ylagandan boshqa bir qiroatlar bor. Masalan, 7 qiroat, 10 qiroat degan gaplar shu. Ba'zilarning 2 qiroatdan ijozat oldim deydi, ba'zi masalan bizning ko'pincha vaqtda o'qiyotgan, bularning islom olimlarininki ko'p vaqtda o'qiyotgan qiroati Hafs an Asim qiroati, unda boshqa qiroatlar bor. Endi Qur'onning oyatlarining bir necha qiroati ba'zida bir nuqtaga o'radigan 2 yo'lga o'xshash 2 xil qiroatdan bir ma'no chiqsa, ba'zi vaqtda 2 qiroatdan 2 ma'no chiqadi. 2 qiroatdan 2 ma'no chiqadi. Bu arqa Qur'onninki her zaman, her makonga mos keladigan va o'zining ifodalamoqchi bo'lgan bir yoki urinmoqchi bo'lgan bir vazifasiga loyiq bir shaklda o'rinlashtirilgan masala. Unda bo'lgandan keyin yuqoridagi sabablar tufayli fa shu sababni ifodalaydi. Yufassiru kullu minhum al-aya ala hasbi qira'ati maxsusa. O mufassirlardan har biri oyatni maxsus qiroat bo'yicha tafsir qiladi. Masalan, bir mufassirning kallasiga bir masala taqaldi. Chunki yaşagan sharoit o'xshamaydi, muhit o'xshamaydi, duch kelgan masalalar o'xshamaydi. Qur'onga shunda qarag'inimizda bizning kallamiz nima ishlaydi bilamizlar? Atrofimizda yashayotgan muhitning ta'sirida va duch kelgan masalalarning ta'sirida shuni Qur'ondan izlaydi. Mufassir o'xshamagan sharoit yashayotgan, o'xshamagan muhit yashayotgan bo'lg'achqa Qur'onga shunda qarasa, Qur'onning maqroatidan o'zi izlagan bir narsani topadi. Yana bir qiroatdan yana mufassir o'zi izlagan narsani topadi. Shu bilan bu mufassirninki buni ehtiyojli deb qaragan bo'lg'achqa shu bo'yicha tafsir qiladi va yana bir mufassir yana bir bo'yicha tafsir qiladi. Bu nuqtadan bu yerda bir oyat haqida 2 xil, 3 xil tafsir o'rtaga chiqadi. Bu ko'rinishda garchi mufassirlarning bir-biridan ixtilof qilayotgandek bir hodisa bo'lsa-mu, amaliyotda Qur'onning mazmunining boyligining bir ifodasi. Buni biz Uyg'urchadagi ixtilof deb tushunsak bo'lmaydi. Yana bu xilmuxillik yoki mazmunninki boyligining bir nimasi ko'rinishi deb tushunsak eng to'g'riludi. Mana ahvollar bor. Masalan, buning misoli Ibn Jarir at-Tabari Mujohiddan Allah subhanahu va taolaninki "Walau fatahna alayhim baban minas samai fadallu fihi ya'rujun" لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون degan oyat haqida manda tafsir qiladi. Avval sizlarga oyatni bir tarjima qilib berayman arkadaşlar. Agar biz ularga osmonda bir ishni ichib berib, fazallu fihi ular asharni chiqsa ustiga, masalan. Fazallu fihi ya'rujun. Demak, kishilarga endi hozir iymon etmadi emasmi? Ishongul unimida emasmi? Ha, qancha osmondan eshikni birini ichib berib chiqinglar osmonga, hammani ko'rib kiringlar deb ular chiqqan taqdirdami? Nima deydi ular? Innama sukrat absaruna bal nahnu qawmun masurun. Voy bizning ko'zimiz sukrat bo'lib qoldi. Balki biz degan sehr qilingan kishilar qoldi. Bu nima ish deb shuni o'g'ilishlanmaydi demakchi. Iymon etmaydigan odam mashta o'z ko'zi bilan ko'rsimi iymon etmaydi demakchi. Endi mayada men sukkiratni tarjima qilmadim. Chunki sukkiratda 2 qiroat bor. Birisi sukkirat, yana birisi sukirat. Sukkirat bo'lgan vaqtda qanday tarjima qilinadi, qanday ma'no elinadi? Sukirat bo'lgan vaqtda qanday tarjima qilinib, qanday ma'no elinadi desa, sukkiratni suddat deb tarjima, taqaldi deb tarjima qilamiz. Odatda arab dunyosida taqallar bor aranglarda. Ishni itivita deganni aqli qilbab degan gapni ben ko'p ishlatmaydi. Sakrilbab deydi. Sakrilbab. Ishni taqvat degan gap ya'ni. Ondan keyin ma'lum qiroat oldu. Ibn Jarir Tabari Mujohiddan mashakilda tafsir qilib bo'lib, Ibn Abbasning bunda deganligini rivoyat qildi. Sukirat, uxizat, suhirat ma'nosida. Unda o'rtada 2 tafsir bo'lib qoldi. Birisi suddat, taqaldi ma'nosida, yana birisi uxizat, elevelinde tutuvelindi. Suhirat, sehr qilindi, bog'landi. Uyg'urchada ko'zga bog'lab tutdi deymiz bu, sehr qilib, ashun degan gap. 2 xil tafsir oldi da bu yerda. 2 xil tafsirini deb bo'lib, buning sababini so'zlab kelib, "Thumma undan keyin Qatadaninki so'zini keltirdi. Nima uchun 2 xil tafsir qilinadi deganga nisbatan dalil ustida kimki sukkirat mushaddada holatda, tashdidli holatda o'qisa, bu vaqtdagi ma'no suddat bo'ladi. Kimki sukirat muhaffafa, ya'ni tashdidsiz yengil holatda o'qisa, bu vaqtdagi ma'no sugirat bo'ladi. Endi ma'yatda
Arabchada ikki xil tarjima qilingan bilan va ma'no ikki xil chiqqan bilan mazmun o'xshash. Ya'ni bular osmonga chiqib o'z ko'zi bilan ko'rgan taqdirda nima deydi? Suddat absaruna. Ya'ni bizning ko'zimiz taqilib qolib hozir bir narsa ko'rmaydi. Nima ish bu deb mashakilda ishonmaydi degandek bir ma'no. Suhirat desa bu bizning ko'zimizni sehr qilyotdi. Mavzu hozir ko'rayotganimiz rost emasmi? Ya'ni demak oxirida boradigan natija o'xshash. Ya'ni bir nishonga borgan ikki yo'lga o'xshaydi. Bu bir misol sanoqdashlar. Yana bir misol, o'xshamagan qiroat bilan o'xshamagan tafsir qilgandan keyin yana bir misoli Ibn Jarir al-Tabari Hasandan Alloh subhanahu va taolaning Sarabihum min qatiranin degan oyatining tafsiri haqida chiqargan bir mazmun bor. Buni bo'lsa asli qatiran degan töge belgi qo'yiladigan narsa. Töge belgi qo'yish degani balkim yayloqda qo'y, kala, at töge baxib baqqanlar bo'lsa biladi. Yayloqdagi mollarning bir-biridan ayrılışib ketmasligi uchun at yoki töge, kala qatorliq hayvonlarningki yon peshiga bunda tömini qizitib bir belgi yoqidi. Ashuni qatiran deydi ekan yani. Qizitilgan tömü buni belgi qo'yadigan. Shuni bilan har odamning belgisi o'xshamaydi. Yayloqliga belgini qo'yib bo'lib, tugalarini, kalalarini hammani haydavassa, hech kimning tugisi, kalasi, eti bir-biridan ayrılışib ketmaydi. Ya'ni bu yerdagi qatiran degani qizitilgan tömü degan gap. Mushu bo'yicha tarjima qilsak, Sarabiluhum min qatiran degani do'zax kirganlarning kiyimlari qizitilgan tömüdin degan gapda. Ondan keyin yana Ibn Abbas va Ibn Abbasning g'ayridan manda bir tafsir rivoyat qilinganligi eritilgan qo'g'ishin. Eritilgan qo'g'ishin degani nima? Şu o'xshash o'sha bir tümüning bir qismi, biz tushungan tümedek olmasimi? Ba'zi yumshoq bir tümür var-ku, qo'g'ishindek eritilib qo'yiladigan. Shuni demakchi. Qatiranni tafsirda Hasandan kelgan tafsirda qizitilgan tümü deb tafsir qilgan bo'lsa, Ibn Abbas va Ibn Abbasning g'ayridan kelgan tafsirda eritilgan qo'g'ishni deb tafsir qildi. Bu ikki xil tafsir nereden chiqdi desa, bu qatiranning qiroatidan chiqqan. Davoda shu vaqtda kimki qatiranin deb o'qisa, bu vaqtda birinchi tafsir bilan tafsir qilgan bo'ladi. Oldinzadim degan ismda bor. Mush qala pilisi masdarlar bilan birga kelib, ba bilan bog'lansa, qala va qamaga o'xshash ma pilla, zahabaga o'xshash ma pilla ko'pincha vaqtda o'zining mustaqil ma'nosini yo'qotib, tafsir bilan alima masdar bilan qo'shib tarjima qilindi. O'sha qama bit tafsir desa, birinchi tafsirni qildi degan ma'noda, birinchi tafsir bilan deb tushunsa ham bo'ldi. Kimki endi qatrin al degan qiroatlar o'qisa, ikkinchi tafsir. Qarang mana. Amaliyotdan o'ylab boqmang. Birinchi qiroat bilan qizitilgan tömü deb tafsir qilsin. İkinci qiroat bilan eritilgan qo'g'ishni tafsir qilsin. Nima deb tafsir qilsin? Bu yerda demakchi o'g'ini nima? Do'zaxga kirganning azobining tasviri. Sizlarcha qaysi azob qattiqroq? Qizitilgan tömüdek qattiq azoblanadi yoki eritilgan qo'g'ishmi? Mencha bu ikkisining hech qaysisining yaxshisi yo'q. Ya'ni yengili yo'q bu ikkisiningki. Bu xil o'xshamagan ikki xil tafsirning chiqib qilishi nega qaytadi desa, qiroatdagi o'xshamaslikqa qaytılmış. Yarji'uni men qayta deb tarjima qilyapman, balkim sizlarga u yerda uchrab qolsa qayta deb tarjima qilishingiz mumkin. Amaliyotda sabab ma'nosi bor. Bu o'xshamaslik qiroatdagi o'xshamaslik sababidan kelib chiqadi deb tarjima qilsanglar bo'ladi, yana tarjimada. Chunki shuni bir xotirlab olinglar, kundan birida asqatib qoladi. Yana bir misol ko'ramiz saboqdoshlar. Va misaluhu aydan, yana bir misol İbn Abbas radıyallahu anhu'dan "Evlamastumun nisa" degan oyat haqida kelgan o'xshamagan tafsiri. Masalan, mushu oyatdagi "Evlamastumun nisa"ni fiilni "lamastumun nisa"dagi lamasa fiilni 3 harflik tip yıldız qaytarsanglar, lamasa bo'ladi. Bunda bir narsani qo'llan tutish, silash degan ma'nosida. Endi ma oyatda "Hal huval jima' am lams bil yad" ikki xil tafsir orasida qanaq qoldi, ixtilof bo'lib qoldi, o'xshamagan fikr bo'lib qoldi. Ana buni nima deymiz desa, Ibn Jarir Tabari rahimahulloh Ibn Abbas radhiyallohu anhudan buni annahul jima' degan shaklda tafsir qilib bir tafsir oladi. Ibn Abbasning g'ayridan lamsi bil yad deb tafsir qiladi. Ikki xil tafsir chiqdi-ku. Ana o'zi qanday ikki xil tafsir oldi desa, lamastum deb o'qisa, kimki vaqtda ma'no jima' oladi.
Lemestum deb o'qisa o vaqtda mana allamsa bilyat bo'ladi. Sizlar qaytadan bir ajoyib qir'oyatning o'zini qarab baqsanglar, oyat ikki xil o'qish ehtimolli oyat. Oyatning o'zini shakliga qaranglar. Mana qanday o'qildi? La ma sakalturlik. İlipi qayım ba, ma ilipi qayım, ya'ni ma ilipi qayım asli nima yo'q, asli yoziqda yo'q, faqat qiroat yusidan Maşta qiraat qilsin deb belgisi tutib qo'yib qo'yliq. Ma yoziqning o'zi lamasa o'qishqimi ehtimolli, lamasa o'qishqimi ham ehtimolli. Ham qiroatda lamasa qiroatmi bor, lamasa qiroatmi bor. Ikki xil qiroat o'qishqa ikki xil tafsir qilindi. Demak, bu yerdagi tafsirni o'xshamasligi qandaqdir kishilarning tafakkur, kalla va boshqa narsa emas, balki oyatning qiroatininki o'xshamasligi sababidan chiqqan o'xshamaslik. Demak, bu yerdagi o'xshamaslikning sababi, manbasi oyatning o'zi. Bu qandaqdir bir salbiy ahvol olmasdan, balki oyatning mazmunining boyligining, kengligininki ko'p ma'noni o'z ichiga olganligining ifodasi. Bu birinchi sabab ixtilofning sababdoshlar. Tushunmagan yeringlar yo'q deyman qachon. Ikkinchi sababga kelsak, mufassirlarningki ixtilofotininki o'xshamagan tafsirning sabablaridan ikkinchisi mufassirlarningki ixtiloflarining sabablaridan ikkinchisi i'rob yo'llaridagi ixtilof. I'rob yo'llaridagi ixtilof derken amal grammatika o'quvliq, grammatika olimlari jumlani xilma-xil tahlil qila oladi. Ba'zi jumlada voni masalan bir voni atfining vosi desa birisi, yana birisi nima deydi? İstinafning vosi deydi. Birisi holatning vosi deydi. Atfining vosi bo'lgan vaqtda voning oldidagi va keyingi jumlaning mazmuni bir-biriga bog'lanadi. İstinafning vosi bo'lgan vaqtida keyingi jumlaning mazmuni yangidan boshlangan bo'ladi. Holatning vosi bo'lsa, voning oldi bilan keyini hol va mahallik munosabat nuqtasiga bog'lanadi. Ya'ni i'rob jumlaning qurilmasi qanday tahlil qilinsa, jumlaning mazmuni shu shaklda chiqishi bu aniq bir masala. Shu Abdurmayada nima deydi? La shakka aniqki i'robning ma'noga ta'siri bor. Menga bor degan gap nerdan chiqdi savdoshlar? Ya'ni bayotgan gapni takrorlay, esingizda qolib qolsin. Annaning ismisi ta'sirahu lil i'rob xabri. Ism cümlenin keynida nekiri şekilde keldi mesela cümlenin haber bölüki aldı tarafta cari mecrur şibi cümle ya ki şu cümlenin şekilde geldi bu vakitte barda tercüme kıldı. Yani فَلَيْسَ بَيْنَ الْفَائِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ mesela asab faillen mef'ulun bihinin oturuda fakat şekildeki bir turaqlıqlıqdan başka narsa yok. Bir harfni peş okuşulan zəvər oxuş şu cümledeki bir biləkni ya fail qılıdı, ya məf'ulun bih qılıdı. Bir sözünün fail olub ketişiyle məf'ulun bih olub ketişi cümlede asman, zimin fərq peyda qılıdı, məzmun cəhətdə. Bu noktadan əgər mübəssir cümlenin grammatiklik təhlili də bir şəkildə qanaat tapqan bolsa, şu boyunca tefsir kılıyordu. Yine bir müfessir o grammatik cümleni başka şekilde grammatiklik tahlil kılsa o özü kanaat tapkan şekil boyunca tefsir kılıyordu. Ehval bu şu. Hatta şu derecede ki وَيَكْفُرْ مَنْ لَحَنَ مُتَعَمِّدًا Mesela tüvendik ayette Allah'ın tüvendik sözde kasten hata okup bir zirde hata okup kalsa kafir oldu bir insan. Okupakan da kasten okumayınız ha. أن الله بريء من المشركين ورسوله. Ayetinin üzlün mənası Allah müşriklerden ve Allah'ın Resulü müşriklerden oda, cuda degan məna oldu. Eğer bir kişi muşu ayetteki ve Resuluhunu ve Resulü deb lamnizir okusa eğer qasam okup qalgan bolsa kafir oldu. Çünkü o vaqtki mazmun nima bo'ladi? Allah müşriklerden ve özünün Resulü'nün ataşı da diyen bulurdu. Neuzbillah. Allah özünün Resulü'nün ataşı da olmaydı. Yeni bir misal. Hullahul halikul bari'ul musavviru diyen ayette. Allah yaratıkçı,
Xaliq degan yaratquchi, bari degan yaratquchi, musavvir degani shaklga keltiruvchi degan gap. Agar kim mushadaki musavvirni vovni zar o'qib qolsa, musavvir o'qib qolsa, nima bo'ladi vaqtda kofir? Chunki musavvir o'qigan odam qanday tarjima Allah boshqalar tarafidan shaklga keltirilguchi degan bo'ladi. Nauzubillah. Mana ha degani mana degan gap. Mana siz ko'ryapsiz. Kufr bilan iymonning o'rtasida faqatla bir harakat bor. Zir harakati, pash zir harakati. Demak, biz bu gaplarni nima uchun deymiz desa, mush gaplarning hammasi i'robning ma'noga ta'siri borligidan iborat bir ahvolga dalolat qiladi. Bu nuqtani sizlarga tushuntirish uchun bir misol keldim. Ammo gapimizning to'shqisi mayada. Ya'ni mufassirlar nima uchun ixtilof qiladi degan babda biz hozir shu mufassirlar i'robga ergishib turib ixtilof qiladi. Mufassirlarning tafsirining o'xshamay chiqib qolishi shu mufassir jumlada qanoat topgan i'rob shakliga bog'liq. Masalan, buning misoli i'robdagi o'xshamaslikning va mufassirlarning ixtilofotining misoli tövəlik oyatda. "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah var-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih." Bu oyat bütün ummatni, mishalga bir i'rob, bütün ummatni ikkiga bo'lgan i'rob. Birisi Ash'ari, birisi Salafi bo'ladi. Qanday desanglar, var-rasikhunku vo'ni bilan gibi. Grammatik jihatda vo atfob qolsa boshqa ma'no chiqadi. Agar istinaf bo'lib yoki holat bo'lib, keyingi jumla ayrim mustaqil jumla bo'lib qolsa boshqa ma'no chiqadi. Masalan, qanday ma'no chiqadi? Qaranglar. Bu yerdagi Qur'ondagi mutashabih oyatlarni bilib qo'yib emasmi? Mutashabih oyatlarning ta'vilini, haqiqiy ma'nosini faqat Allohlar biladi. Deb bo'lib, agar bu voni biz nima olsak, istinaf olsak, ya'ni yangi boshlangan jumla olsak, ilmda haqiqiy kamolat ketgan odamni-chu desam bular faqat amanna bi. Biz Qur'onda kelgan har narsaga men aytdik deydi. Buning pozitsiyasi bu degan gap. Bu salafning kelimasi ko'z qarashi. Endi Ash'ariyning deydi mishal desanglar, vona nima ilib, atfi ilib, va ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Bunda oyatning ta'vilini Alloh biladi va at bo'lgandan keyin ilmda haqiqiy kamolatga yetganlar biladi deb ta'vilga yo'l ochiladi. Demak, bir voningki atfi ilinishi yoki istinaf keyinligini mustaqil jumla shaklida ilinishi ham masalani ajoyib yo'g'in tutdi yani. Endi bu yerda faqat ixtilofu fi varrasikhun. Varrasikhun deganda bilakda bular ixtilof qildi. Ba'zi tarafidan deyildi bu atfi nasaq. Allohning azza va jallaning ismiga degani varrasikhun illallohga atfi. Bular bayatni men tushundirgandek bir taraf. Va endi deyildi bu yerdagi varrasikhun مرفوع بالابتداء يعني مبتدا خبر الراسخون في العلم يقولون دegani الراسخون مبتدا يقولون خبر bo'ladi degan shaklda tafsir qilinadi hamda. Endi mush ikki xil bir i'robdagi farq mufassirlarni ikki xil tarafga ayirdi. Buning natijasida ummat ikki xil ko'z qarashdi sanoqdashlar. Bu ilmi kalamda yomon bir jiq gap. Tabii ki bu yerda men sizlarga uning oxirgi natijasini so'zlab bo'laman. Ammo shuni bilishinglar kerakki, jumlaning, oyatning jumlasiningki grammatikalik tahlilini o'xshamasligiga qarab turib, mufassirlarningki uni tafsir qilishi qanday qilmaydi, o'xshamaydi. Bu ikkinchi sabab. Uchinchi sababga kelaylik saboqdoshlar. Waqad yakun sababuhu al-ikhtilaf fil murad bil-lafz li ihtimalihi akthar min ma'na. Bu yana arab tilini alohidaligi. Mufassirlarning bir oyatning tafsiri haqida o'xshamagan ko'z qarash to'p qilishining uchinchi sababi saboqdoshlar. Yani ixtilofning sababi shu lafzlikdan ilinadigan maqsadni bo'lib qilish ehtimoli bor. Ehtimol degan gap nima bo'ladi? Qat'dan. Qat fil mudorining oldiga kelsa, mumkin, ehtimol, andisanda, az-paz degan ma'no chiqadi. Ya'ni belki sebep bul ixtilofchi emas, sebep ruhul ixtilof emas. Mahu belki bizlar xato besib qolgan bo'lishi mumkin. Yani sebebul ixtilof bo'lsa, eng to'g'risi lafzidagi degani shu so'zdagi maqsad haqida ixtilof qilish
sababi bo'lib qolishi mumkin. Yoki o'zimizni biz bu yerda ortiqimiz, xatomiz to'g'ri deb olsak, shu boshdagi ixtilof qolsak, balkim deb aytamiz. Shu yuqoridagi mufassirlarning ixtilof qilib qolishining sababi labzidagi maqsaddagi ixtilof bo'lishi mumkin. Ya'ni arab tilining bir alohidaligi bor. Boshqa tillardan bor, tabiiy arab tiliga xos emas. Ko'p ma'nilik so'z deymiz. Ko'p ma'nilik so'z. Bir so'zningki bir necha xil misolda ma'nosi bo'ldi. Masalan, Uyg'ur tilidan bor-ku, Masalan, Uyg'ur tilidan bilan deb taqinglar so'zni. Bir so'zning bir necha xil ma'nosi bor so'zning. At. Masalan, atning qancha xil ma'nosi bor? Atning da hayvon at. Ondan keyin o'q atdiki at. Masalan, undan keyin qanday at bor? Edemning ismidagi at. Bir at so'zning Uyg'ur tilida 3 xil ma'nosi bor. Uyg'ur tili o'rganib qolgan chet ellikning holiga voy. Uyg'ur tili o'rganib qolgan chet ellik at degan so'zni o'rgansa, birinchi qatim balkim o'qituvchi uningga at degan tutqutli hayvon, eshakning cho'roq minadigan deb o'rgatishi mumkin. Ha, deb tursa, bir yerda unga qarab at dedi deyishi mumkin. Endi at dedi degan gap bu yerda at mundali, o'qitishdiki at. Yana bir yerda sizning eting nima deb kelishi mumkin insonga nisbatan, bu kallasi. U haqiqat tilda bor bu ahvol. Arab tilida texmi bor. Arab tilida bunda ahvol texmi bor. Endi Qur'onda ashta bir so'z kelib qolsa, bir so'z, bu so'zning ikki xil ma'nosi bor deyli. Mufassir qanday qiladi? O'zi tushungan buncha bir ma'no oladi. Chunki bu so'z tegdan ishga ma'nolik so'z. Bunda kimki bir dalil fakt qarab turib emas. So'zning asli tuzilishida bir necha xil ma'nosi bor. Va jumlada keldi. Ma'luma ehtimollik, ma'luma ehtimollik bir mufassir keldi. O'zi olgan tushunchaga qarata bir ma'no to'g'ri keldi. Uni oldi. Yana bir mufassir keldi. O'zining olgan tushunchaga qarata yana bir ma'no to'g'ri keldi. Uni oldi. Shuni bilan bu yerda o'xshamaslik kelib chiqadi. Shunga uchinchi sabab tafsirdagi mufassirning ixtilofotining sababi bir so'zdagi maqsad haqidagi ixtilof bo'lishi mumkin. Nimishqa bu so'z birdan ko'p ma'noga ehtimol kelganligi uchun. Men birdan ko'p ma'no degandan keyin o'qishga bir deb tarjima qilaman. Birdan ko'p ma'noga ehtimol kelganligi uchun. Masalan, bu ahvollar mana ikki xil bo'ldi saboqdoshlar. Esingizda bo'lganda bir so'zning ko'p ma'nosi bor dedim ya. Bu arab tilida ikki xil. Birisi men bayatni sizlarga misol keltirgan shu turkchada ish anlamda qo'shib ma'nolik so'zlar bu bir. Yana birisi so'zdan haqiqat ma'no, majaz ma'no olgan bir ahvollar bor. Buni sizlar bilasizlar. Bunun arabcha atalg'usi ya ishtirak deydi. Ishtirak degani bir so'zning ko'p ma'nodan biroqlab yozilishi. Ya'ni asl tayinlashtilan bir so'zning ikki ma'no qanday qilinadi? Elinadi. Bu bir. Yana birisi majaz haqiqat. Buningdanmi bir so'z bor, ya amana elinadi, ya ma'na. Ya haqiqat bo'ladi, ya majaz bo'ladi. Ikki xil tarmoqqa bo'lindi. Buning birinchi tarmoqiga endi keldik. İmma degani yoki bu birdan ko'p ma'noga ehtimol qiladigan ahvol lug'atdagi ishtiroklik sababidan bo'lib degani so'zning ko'p ma'nilik bo'lgan sababdan bo'ladi. Bima'na degani bunda deganlik, bima'na mayada bunda deganlik so'z asli tayinlanish hukmilangan boshqa demakchi. To'g'rishilan bir so'z, to'g'rishilan lug'at jihatda nimaga tayinlangan desa o'xshamagan ikki ma'noga deyilgan. Hatto lug'atni maqtasangiz ikki xil ma'nosi. Unda keyin o'zib qolgan ahvol emas. To'g'risizlama. Shuning bilan ulamolarning birisi kelib bu so'zni ikki ma'noning biridan tafsir qiladi, yana birisi kelib bu so'zni ikkinchi ma'no bilan tafsir qiladi. Amaliyotda ikkala tafsir to'g'ri va durust. Madamiki ikki ma'noning biriga bir dalil qanday qilsa, kamisa bo'lmasa. Endi u yoki bu grammatikalik yoki shar'iy dalillardan bir dalil kelib, ikki ma'noning ma'no maqsad deb qolsa boshqa.
Amma delil olmayken, yani ikkilem o alimning delil oladigan o'zining olgan ma'nosiga yejuz. Masalan, qasvira desa, lug'atni aqtasanglar, bu mergengemi ishlatiladi, asadgemi ham ishlatiladi. Bunga o'xshash. Bu yerda balki jumlada gap qolsa, ikkili xil birisi ma'noni, birisi ma'noni anglashi mumkin. Asa degan so'zga o'xshashki, kechining kelishi mu undan iroda qilinadi, kechining ketishi mu iroda qilinadi. Javon degan lafzga o'xshash, bu qarg'im ishlatiladi, oqqim ishlatiladi. Nikoh degan so'z arab tilida. Haliqa nikohga ishlatiladi, aqd degan gap bunda nikoh o'qiyotgan vaqtda oldingizmi taqdimni degan gapni aqd deydi. Buni ishlatiladi, vatiga ishlatiladi masalan. Qari degan so'z bundan hezm iroda qilinadi, hezm pak bo'lgan holatni iroda qilinadi. Mushlarning hammasi lug'atni aqtasanglar bir nechta ma'nosi bor. Am mufassirlar o'zi tarjih qilgan yoki o'zi tarjih qilishga sabab bo'lgan dalillarga tayinib turib bularni bir xil tafsir qiladi. Shunday mat mufassir bir tafsir qilgan bo'ladi, ma mufassir yana bir xil tafsir qilgan bo'ladi. Ko'zimizga ixtilof tek bir narsa o'rtaga chiqadi. Bayatın ağam misallarının hammasi bu lafzi ishtirokda, ko'p ma'nolik so'zda ismning misollari oldu yuqorida. Endi bunda ishtiroklik lafzidagi ko'p ma'nolik bo'lish ahvol ismda va fe'lda tushganga o'xshash, yuz berganga o'xshash harflardan tushadi. Bilasizlar, arab tilida harfning ma'nosi bor. Bilasizlar, bu arab tilida harfning ma'nosi borligini. Ya'ni aql esa huruf jar 17, 19, 21 deydi masalan. Shuning uchun birisi ba. Ba'ning qancha xil ma'nosi bor? 9 ma'nosi bor. Masalan, minning qancha xil ma'nosi bor? 4-5 xil ma'nosi bor. Fi'ning qancha xil, 1 xil ma'nosi bor. Endi harflar bir ma'nodan yana bir ma'noga o'tkazib bo'ladi. Minning ba'zi vaqtda din boshlab degan ma'nosi bor. Ba'zi vaqtda ning ba'si degan ma'nosi bor. Ba'zi vaqtda ning sababidan degan ma'nosi bor. Ba'zi vaqtda ning turidan ya din iborat degan ma'nosi bor. Oyatda men gap qilgan bo'lsa, bir mufassir ma'noni oldi, birisi yana bir ma'noni oldi. Mustaqillik bir necha xil tafsir chiqib qoldi. Bu dal Qur'oni Karimning xarakteri yani. Masalan, ko'raylik. Min degan harfga o'xshash. Bu bir nishonning boshlanganligini ifodalash uchun keladi. Uyg'un bo'lgandan biz tushunmak asos arablarni tushunib bo'lmaydi. Ibtidoiy g'oyadagi bizda din boshlab degan ma'nosi bor. Masalan, bu tundagi oyat qo'llanilgan. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. O'zining bandasini kechida Masjidil Haromdan boshlab Masjidil Aqsogacha sayr qildirgan Alloh toptirgan din boshlab g'icha. Bu din boshlab ma'nosi ba'zi vaqtda mazmunninki ma'lum qismini ifodalashni, tabiiy degan qismini ifodalash uchun keladi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizlar yaxshi ko'rgan narsalarning ma'lum qismini, bir bo'lakini Alloh yo'lida sarf qilmagan qadar yaxshilik etolmaysizlar. Bir qismi, masalan, sababiyat ma'nosi va sabablik. Mimma xati'atihim ughriqu. Ular o'z qilgan xatoligi tufaylidan g'arq qilindi. Sababiyat ma'nosi va turini ifodalaydi. Fajtani bursanlar olsan, butun iborat nejisdan neri turinglar. Qaranglar. Yo'q, bir minning arab tilida bir qancha xil qo'llanilgan ma'nosi bor. Endi lamma ista'mala al-Qur'anul Karim. Qur'oni Karim mushunda ko'p ma'nolik so'zlarni va shunga o'xshagan so'zlarni qo'llanildi, ista'mala. Bu so'zlardan ulamolarning tafsirdagi o'xshamaydigan tafsir qilishiga nima bo'ldi? Sabab bo'ldi. Masalan, bu qilmoqdashlar. Men bayatin bir og'iz gapni qilgan ya. Bir so'zning ko'p ma'nolik kelishi bir necha xil bo'ldi. Buning birisi lafzi mushtarak, ya'ni ko'p ma'nolik so'z. Yana birisi va imma degani yoki bir ma'noning ko'p ma'no bo'lib qolishi. Aslida bir lekin undan maqsad ikkining birisi yoki ikki shaxsning birisi bo'lib qolganligi uchun. Masalan, mana oyatdagi zimirlar. Zimirda u degan bo'ladi. Masalan, bir so'z. Lekin shu u ba'zida ani ko'rsatsa, ba'zida ma'no ko'rsatadi. Ba'zi yaqinni ko'rsatsa, ba'zi yiroqni ko'rsatadi. Oyatlarda, ba'zi jumlalarda zimir kelib qolsa, biz mush zimir kimga qaytadi, kimni ko'rsatyapti, bu kallamizni ilashtiradi. Mushunga o'xshash masalalar demakchi. Masalan, thumma dana fatadalla
فكان قاب قوسين أو أدنى. مش هذيك دنا تدلل diyenler kim o? Bazılar Cibril deydi, bazılar Peygamber Aleyhisselam deydi. Çıkıp aşağı bir işkil manalar mesela. Ya ki esma-ı cinsi okşaş. El-fecr, el-şefha, el-vetr ve leyalin aş. Mesela tanrısa kaystan, çok tak, bu ismi cins oğaçka, türü sınır oğaçka bunun içine nurgun nesle kirdendi. Ve şunun okşıgan ve meşbehe delik, şunun okşıgan mezmunlar var. Bunun okşaş mezmunlar qad yecuzdu ki qad pil mudarını aldın kirip qalğan boğaçka buludu, ihtimalatda tercim qılsaq buldu ya. Onun bilen selefler degen hemme ma'nının irade qılınışı mu toğra ve aşının hemmesini toğru bolmaslıqı mümkün çoğun. Buluşumu mümkün, toğra buluşum mümkün ve toğru bolmaslıqı çoğun mümkün. Anın toğru, manın toğru çıkışı mümkün. Onun hata, bunun hata çıkışı mümkün. Böyle bir ahvallar var demekçi. Sizlerge bunu qısqacha ixcham bir şekilde gapirmadıdı. Endi biz tefsir kitaplarına kelsek eğer bundan keyin muşu meseleni aldığımızga keladi. Daha başlayla sabaqdaşlar tushunmaga yig'ilma bo'lmasa. Mufassirlarning ixtilof qilishining sabablaridan 4-chi sabab oyatdagi mutlaq keltirish va qaytlash ehtimoli shu ixtilofning sabablarining qatoridan. Bilasizlar, ba'zida oyat mutlaq keladi. Mutlaq degan nima desa, mazmun umumyuzlik quyutilgan bir shaklda, umumyuzlik kengri yani bir yerga bağlab qo'ymay, ma'lum bir nuqtaga bağlamay, hamma o'sib oladigan bir shaklda keladi. Buni biz arabchada mutlaq deymiz. Masalan, misol olsam, bir o'quvchi kelsin deymi? Bir maktabning mudiri bir o'quvchi kelsin desa, mush bir o'quvchi degan so'z mutlaq so'z. Maktab ichidan qanday bir o'quvchi kelsa bo'laveradi. Agar bir o'g'il o'quvchi kelsin desa, nisbiy qaytlangan bo'ladi. Qiz o'quvchilar kelmaydi. 4 sınıftan bir kız oğul o'quvchi kelsin desa, bu biraz yana qaytlashdi, doirasi taalashdi, 4 sınıfga bog'liq bo'ladi. 4 sınıfdan qalin kiyim kiygan bir o'g'il o'quvchi kelsin desa, o taqimi taalashib qaytdigan shu savoqdoshlar. Lekin abturistlarga har holda mutlaq degan nima, muqayyad degan nima, buni bir tushuntirib o'tmoqchi bo'ladi. Men tushuntirdim hozir. Mutlaq degan nima desa, bir mazmunni yeni bir tarafga bağlanmasdan dalalat qilgan mazmun. Bayan dedimi, o'quvchi desa, har qanday o'quvchi. Muqayyad degan nima desa, shu bir mohiyat, bir xarakter, bir mazmun, bir umum mazmunni ma'lum bir qayd, ma'lum bir nuqtaga bog'lab turib dalalat qilgan mazmunni muqayyad deydi. Masalan, dam degan bir so'z bor. Bu safh bilan qaytilmoqliq tuandagi oyatda daman masfuha, aqtirilgan qon degan gap. Endi nechada bir gap bor. Bir ayet var. Hadi tam isim kelmemedi. Belki aldan çıkıp kalışı mümkün. Hurrima aleykumul khinziru ve demu degan bir şekildeki ayette. Ben tam ismini alamadım. Bir ayet var. Dem degan şekildekilik. Bu ayet boyunca tefsir kılsak ne buladı desanglar? Kan haram degan gap. Eğer şu bete koyuversek mazmunni nima bir vaqtda har qanday qon degan narsaga kelolmaydi. Hamda sizlarni so'rab baqsam. Sizlar bir go'shtni qozonda pishasanglar, zodi 100% ishonch bilan go'shtga butun qonlarni chiqartalamizlar javob. Masalan, kebab solamiz, kebab solgan vaqtda qon temishib turadi. Mutlaqo go'shtning tarkibida ma'lum qon qoladi. Shunami savoqdoshlar? Ba'zi almayib qolishlar ancha-muncha. Tishinglar ancha-muncha qonaydi. Tishinglar ancha-muncha qonaydi. Sizlar bilib bilmay ichinglarga nurg'un qon kirib ketgan bo'ladi. Bu harommi masalan? Unda olmaydi. Endi qanday qilamiz desa, daman masfuha degan oyatdagi dam qon mutlaq bir şekilde keltirilmay, nima şekilde keltirildi? Masfuh degan qaytlan keltirildi. Shuning bilan mazmun ma'lum darajada qanday qilindi? Qaytlashildi. Mushuning o'zi biz yuqori tushundigan mutlaq muqayyad degan shu. Normal qon desa, bu bir muqayyad, mutlaq kengri mazmun bo'ladi. Demen masfuhan desa bir ma'lum doiraga, ya'ni aqtirilgan qon degan doiraga
xaslashgan bo'ladi. Shuning bilan biz xafalıqdan qutulamiz. Anda rasmiy yo'lda qo'y bo'g'izilgan vaqtda shaqirab oqqan emas, tishimizning orasidan chiqib qolgan, go'shtning orasida qilib qolgan qonlar harom bo'lmaydi bu vaqtda. Bir qilindishimiz hurrimat alaykumul maytatu vaddamu va lahmul khinzir deb oyatni o'qibdi. Alloh rozi bo'lsin. Bayın ismini kelmagandi. Endi masalan sanoqlashlar sizlarga bayatdan hurrimat alaykumul maytatu vaddamu va lahmul khinzir degan oyatda dam mutlaq keldi emasmi? Ma oyatda avdaman masbuhan degan oyatda muqayyat keldi. Ma oyatning dalili bilan a oyatni muqayyatlab tushunib mazmunni birlashtirdik. Buni biz qaytlash deymiz. Endi hamma ish ma'noga o'xshash kelavermaydi. Bir oyatni oyat bilan qaytlaydigan. Ba'zida mutlaq oyatni qaytlaydiganga oyat topilmaydi. Hadisdan topiladi, unda boshqa dalillardan topiladi. Endi mufassirlar mushu delil tapalish bilan delil topolmaslik yoki bir delilni delil deb qarash bilan delil deb qaramaslik o'rtasida azroq farq bor. Mesela bir ayet var, mutlak ayetin birisi var. Bir mufassir kelib bu hech qanday delil yo'q buni qaytlaydiganga mazmun mutlaq ilnido deb uni mutlaq tarjima qilsa, tafsir qilsa, yana bir mufassir kelib yo'q, buningga delil var, qaytlaymiz, buni ma delil deb akib qaytlab tafsir qilsa. Mutlaq qilingan tafsir bilan qaytlanib qilingan tafsirni o'tirdi asmasin birashdi ba'zi vaqtda. Mana bu dal tafsirdagi ixtilofning sabablaridan birisi. Shunga chiqib turmay davatdi. Minal ma'lum hamilan biladigan mazmunlarning birisi mutlaqni muqayyatga hamla qilish vojib. Shu qaytlashni taqozo qilgan dalil bo'lsa, hammadan bunga qoyil. Ammo ixtilof nima uchun desa, salaflarning o'tirisida dal mushu dalilni delilmi, delil emasmi degan tarafda tushadi. Masalan, Fatrahu'daki mesela bu delilni bir bilib kishilar delil deb qaraydi. Fatrahu'dagi delil deb qaraydi, dil fiilisa. Shuni bilan bular mutlaqni muqayyatga hamla qilib, bayatdanqi damni dam masbuh shaklida tarjima qilamiz, tafsir qilamiz. Bu bir xil tafsir bo'ladi. Ammo yana bir bo'lib kishilar uni delil deb qaramaydi. Mutlaqni o'z mutlaqdan qilib qo'yaveradi, muqayyat o'z muqayyatdan qilib qilaveradi. Tafsir boshqa chiqadi. Bayatın ağa misalimiz bu bir ittifak misal. Ben fakat misal sütüdün davatımı. Mesela bunun iniq misalinden birini sizlerge. Alay lütfen de. Mesela bunun misali kaffaretlerdeki kul azat kılış. Ayet kurakabe. Mesela bu Adem öldürüş, hataen Adem öldürüşünün kafaretinde mümin rakabede buna kayıtlanıp gidilecek. Ayet mi okuyup bakamdı? وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ Hataen Adem öldürüp sağa Adem kişi qanday kul azat kılıyordu? Mümin kul. Tamam mı? Endi zaharının kafareti de yani ayalını talak qilgan vaqtda sünnet boyunca şeriatda ko'rsatilgan buni talak qilmay anasiga o'xshatib turib talak qilgan talak var. Bu talaqdan yeni bilishmi onda oddiy emas. Bunga kafarat ketadi. Mushning kafarat haqida bunda bir mazmun keraklik. Vallazina yuzahiruna min nisaihim. Ayollarni zihar talaq qilganlar. Andikin degan gapning kayniga yanmoqchi bo'lganlar, qanday qilish kerak? Munosabatdan ilgari qul azat qilish kerak. Qarama, oyatda mu'min qul degilik, ma oyatda qul degilik. Yana bir misol qo'yaylik, davomlashtiraylik. Ham bu qul qasamning kafarati mutlaq keraklik. La yu'akhidukumullohu billahu fi aymanikum. Allah sizlarning qasamlaringlardagi bihuda, masalan, haqiqiy ma'nosiz, maqsadsiz qilgan qasamlar bilan sizni so'rmaydi. Ammo haqiqiy chin dilingizdan chiqib qolgan qasamlar bilan sizni qanday qiladi? Savol so'raydi. Mushtaq qasamlarda xiloflik qilib qolsanglar buning kafarati 10 miskinga tamoq qurish, o'tirib oilalarga bergan tamoqni o'tirib holidan yoki ularga kiyim berish yoki qul ozod qilish. Ammo o'ylanglar. Bir oyatda mu'min qul dedi. Ikki yerda normal qul dedi. Bir ulamolarning deysanlar, bir yerda mu'min qul degan qaragan vaqtda ozod qilingan qullar mu'min bo'lish kerak deydi. Bir ulamolar deydi, bu ichi bexil masala emas. Bu ichi qancha xil masala? 3 xil masala. Birisi xatoan odam o'ldirish,
yana birisi zaharning kafarati, yana birisi qasamning kafarati. Üçüncüsü bir xil masala olgan bolsa, tamam, hammamiz bir yerda mu'min qul deb ikki yerda normal qul degan bolsa, hammamiz mu'min qul bo'ladi. Ammo üçüncüsü üç xil masala olgancha buni üç xil olamiz. Nerede mu'min qul degan bolsa, mu'min qul shu yerda shart, yana bir yer mu'min qul demagan bolsa, u yerda normal har qanday qul bo'lsa bo'laveradi deb manda bir shaklda ixtilof qiladilar. Buni aniqqa siz bizning aniqqa normal turmushdagi misollarni bir tushunib qo'ysam, men birisiga mevzuga chiqardim, baqqalning qishiga. Almadan 2 kilo mesela şunama kızıl alma olsun yeni bir mevzudan dep kelip almak kelgan vaqtda onunğa rangni dedim qolganlarda rang demagan bo'lsam baqqalning qishiga chiqib almaning qizilisin dedi mamyoning qizili demedi bundan qizil ekan sirab ekan qana qilsam bo'ladi desa xuddi shada almani qizil degan cho'qim bundan qizil deydi desa birisi yo'q almani qizil dedi mami uchun qizil demedi no'g'an almani qizilisini oldi ma'nodan qanday nasoq bo'laverdi deganga o'xshash masala savoqdoshlar ya'ni zahar bilan yaminning kafaratidagi qo'l mutlaq bu yerda anda qul munda qul degan gap yo'q ya'ni bu mu'minni o'ziga oladi kofirni o'ziga oladi ammo xatoan odam o'ldirgan ishning kafaratida iymon bilan qaytilmoqda shuning bilan qalat toifa degan bir bilik ulamolar nima deydi mutlaqni muqayyatga hamla qilamiz deydi qalat bihamli kelgan bayatan gap shu hamla qiladi deb tarjima qilsanlar bo'laveradi mutlaqni muqayyat deb tushunadi shuning o'rnida ma ulamoning nazarida hamma qul mu'min bo'lishi kerak o'rnida ularning nazarida zahar yamindimi kafir qo'l kifoya qilmaydi hammasi mu'min qul shart cho'qim labud balki mu'min qul bo'lishi kerak xuddi xatoan odam o'ldirishning kaforatigidek deganlar yana bir ulamolar nima deydi desanglar yo'q mutlaq bilan muqayyatga hamla qilinmaydi illaki dalil o'zi bo'ldi bu yerda dalil yo'q mutlaq o'z mutlaqligidan qolib qoladi zahar yaminning kafaratida kafir qo'lga qolsa bo'ladi deydi buni tafsiloti bakkangi tafsilot bu cho'ng bir bahsi bu men faqat misol sifatida keldim ya'ni 4-chi ixtilofning sabablaridan birisi oyatlar ashta savoqdoshlar oyatda mutlaq va muqayyatlar va mutlaqni muqayyat qilishni dalil ketadi ulamoning bahsi dalil bor deb qarab mutlaqni muqayyat qilsa ba'zi o dalil olmaydi deb qarab mutlaqni mutlaq muqayyat oladi dalmishardan tafsirda o'xshamaslik kelib chiqadi bu 4-chi sabab 5-chi sabab savoqdoshlar ixtilofning sabablaridan birisi umum va xususlik omlik va xoslik oyat ammo bilasizlar ba'zi vaqtda om keladi bayan mutlaq bilan omning farqi bormi mutlaq bilan omning farqi bor Mishallam tushuntirib o'tay. Mutlaq degan nima, am degan nima? Arama balkim tushundiganlar va tushunmaydiganlar bo'lib qolsa, bir nima bo'lsin. Mutlaq degan nima desanglar, hammasining ichidan elinsi bo'lgan birisi. Ya'ni hamma faktning ichidan elinsi bo'lgan birisi. Bayatni olgan misolim shu. Bir o'quvchi kelsin desa, bütün maktabdagi 300 o'quvchi bo'lsa, hamma o'quvchining ichidan kim kelsa birisi kelsa bo'ldi. Bu mutlaq. Am degan nima desa, hammasini degan gap. Masalan, o'quvchilar maydonga chiqsin desa, u vaqtda am bo'lsa, bütün o'quvchilar chiqadi maydonga. Mutlaq bo'lsa, qanday o'quvchidan birisi chiqsa bo'ladi. Tushunammi, yaqin savoqdoshlar? Am afrodlarning hammani o'z ichiga olsa bo'ladi, lekin mutlaq afrodlarning ichidagi bifat. Endi oyatda ashta amba va nimba xasva. Am ba'zi vaqtda am peti elinib mazmun hammani o'z ichiga oladi, ba'zi vaqtda dalil olib qolgan vaqtda o'xshash bayatdan qo'yiladi. Bu am xaslanib ichidan ma'lum bir biliklar chiqarilib oladi. Endi bu dalil ustida mufassirlar ixtiloflashadi. Dalil yo dalil emas. Dalil desa xaslaydi, dalil emas desa xaslamaydi. Shundan xaslagan mufassirning tafsirisi xas chiqadi, xaslamagan mufassirning tafsirisi am chiqadi. Ixtilof nishon chiqadi. Abdurrahmon ibn Chambirda qarab boqayli. Am degan nima desa, bir vaqtda, mana bu diqqat qilinglar, 2 yoki 2 dan ko'p mazmunga dalolat qilgan bir so'zni deymiz, am deymiz. O'quvchilar desa bir vaqtda necha 10 o'quvchi bundan taxta kela oladi. Masalan, as-sariqu
was-sariqatu desa o'g'irlik qilgan er kishi yoki ayol kishi desa o'g'irlik qilgan butun odamlar as-sariqning tahtiga kiradi. Sariq yoki sariqaning labzi shu so'z o'g'irlik qilgan er olsun, ayol olsun hammasini o'z ichiga oladi. Muayyan bir songa to'xtalmasdan va xoslashtirib olmasdan. Buning ismi am. Anin kalamga bir savol kelishi mumkin. Bayatning am bilan mutlaqni farqlantirdim ya. Kalamga yana bir savol kelishi mumkin. Bayatning biz labz mushtarak deb bir narsadan ikki ma'no chiqadi ya, yoki ikkidan ko'p ma'no chiqsin bo'ladi. Am bilan buni farq bor desa, yana desam yana shu, am birla vaqtda hammani o'ziga oladi. Lafzi mushtarak bir so'zning 4-5 ma'nosi bo'lib qolsa, birla vaqtda shu ma'nolardan birini oladi bir jumlada. Masalan, u otni eg'ilga bog'ladi desa, bu ot odamning ismi eti emas, yoki ot emas, shu eg'il tutliq ot. Bu jumlada birla ma'no iroda qiladi. Ma farqi shu. Shu avtorda aytadi, umumlik bilan lafzi ishtirokining o'rtasidagi farq bo'lsa, mushtarak degan bir so'z ikkidan ko'p mazmunga ishlatildi. Lekin farq niyada? Birla vaqtda emas. Masalan, ayn desa arabchada ko'zga ishlatildi, basra degan ko'z. Hasadga ishlatildi, buloqqa ishlatildi. Bizning uyg'ur tilida shu. Ko'z tagida deydi ya. Ko'zni ochib qilmani so. Birisi odamning ko'zi, yana birisi hasad. Lekin mush ishlatish birla vaqtda emas. Bir jumlada ya şu sözden ma ma'noda qilinadi, ya a ma'noda qilinadi. Ammo anchi desa birla vaqtda. Masalan, sariq desak, shu birla vaqtda birdan ko'p ma'noga ishlatiladiki, o'g'irib qolsa, hammasi sariqning ishiga qana qildi, kiralaydi. Bu nuqtani mencha tushundim. Anas xos degan nima desa, shu muayyan yakki bir mazmunni dalolat qiladigan so'z. Masalan, 100 desa ajoyib bir yakki so'zki bu 99 mu 100 emas, 101 mu 100 emas, faqat va faqat bir 100 endi. Az-zaniyatu az-zani fajlidu kullu wahidin minhum 100 jalda degan oyatdiki, menga o'xshash. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد degan oyatdiki, 80 o'xshash, 80. Buni boshqa xil ma'nosi yo'q. Mana yuqoridagi 100 80 degan sonlar faqat va faqat muayyan bir sonni ifodalaydi-ki, shuningga belgilangan shu ma'noda osh so'zdagi shu ma'no bilan yana bir ma'no hech o'rtoqlashmaydi. Kallamda ina qo'ysin. Buning ismi xos. Yana bir misol. Ruku sujud. Tövendeki oyatda ishorat qilinadi bu. Irka'u vasjudu degan shaklda. Ruku degan gap, sujud degan gap savoqlashlar. So'zning ruku bilan sujud bilan qilishi qat'iy degan gap, rukuning bir shakli va ikkinchi bir shakl, uning ehtimolliqi yo'q. Sujudning bir shakli va hammaga biladigan ikkinchi bir shakl unga mukammaydi, ehtimol kelmaydi. Shu maqsad qilingan bayatni degan shu ma'nodan boshqa yana bir ma'noga maxsus aslo ehtimolliq emas. Ya'ni xos degan nima bo'lsa bo'lsa bir ma'no iroda qilinadi, ikkinchi ma'no iroda qilinmaydi. Shu o'zi nima xos. Endi gapning postkalisiga endi kelib savoqlashlar. Ba'zida yana qat degan so'z keldi. Ba'zida shu am so'z xosning o'rnida ishlatiladi. Degani ishlatishda shakli am, lekin maqsad qilayotgan ma'no nima xos. Holning taqozosi bo'yicha. Masalan, men bir misol qilay. Va ehtimoliy turmushimizning bir misol qilay. Menga birisi yomon eskilik qildi, amtaxun, ya sen amtaxun. Menga eskilik qilgan odam kim o? Bir tal. Men birisini qashqirib, "Ma odamlar bak eskilik ketibdi. Men ajoyib eskilik qildi" deb to'qiyman dedi. Mening ig'zimdan chiqayotgan so'z nima? Odamlar. Ammo eskilik qilgan kim o? Bir narsa. Ya'ni bir odam. Mening ig'zimdan chiqayotgan on so'z, lekin iroda qilayotganim xos. Mujna o'xshash ahvollar bo'ladi. Oyatda tam mujna o'xshash masalalar bor. Masalan, bir misol qo'yaylik oyatdan. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل degan oyatdagi an-nas so'zi.
Ayetning aloqa oldiki endiki munosabatlarni sizlarga deb bersam darhol tushunasizlar. Uhud urushida müşrikler çekindi. Çekinip yandık deb çekindim deyse hatta. Bir yerga vargan vaqtda qilishga bir xiyol keldi-da buningki. Bu endi bir yandık degan bir tuyg'uga kelib, bunda kelsak bo'lmas. Yangi odam degan bunda tip yulduzdan qurtib qanaqa sultda, kasultda to'xtanglar. Bu musulmonlarning edvini bir shu Madinagacha tiqib qo'llab tip yulduzni qurtibdilar deb shunda turayotgan paytda Peygamber Aleyhisselam bütün sahabalarını seferber qilib, onun keyindan qo'g'lashga buyruq qildi. Shuni bilan sahabalarning hammasi tayyorlik qildi. Buni anglagan Abu Sufyan ashaddan o'tgan bir savdiga Arabiydan bizga sen berib Muhammadga sallallohu alayhi vasallam xabar qilgin. Abu Sufyan zo'r qo'shin bilan sizlarga hujum qilib qopapti deb xabar qilgin deydi. O Arabiy kelib musulmonlarga buni xabar qildi. Musulmonlar o'zining iymoniga bo'lgan ishonch bilan hasbunalloh, bizga yetarli Alloh ni'mal vakil, qo'rqmaymiz dedi. Mushayat shuning hikoya qiladi. Endi andas qaytarib beraymi? Allazina qala lahumun nas. Maliki allazina degan maqsad sahobalar, musulmonlar. Nas degan gap hiliqi bir Arabiy. Shu ba'zilarni da tarjima qilamiz hamda. Hiliqi bir odam degan gap. Hiliqi bir odam bularga kelib İnnen nas Abu Sufyan maqsad. Abu Sufyan sizlarga yamancha qadamni to'plabdi, o'ldim qo'rqinglar desa, bu mu'minlarning bu ahvol iymonini ziyoda qiladi. Bu deydiki hasbunalloh va ni'mal vakil. Endi qarang uni shada. Annas birinchi annasdan haliqa Arabiy maqsad, ikkinchi annasdan Abu Sufyan maqsad. Lafzi an iroda qilayotgani yakki bir adam. Yakki bir nima adam. Muzluq o'xshagan masala. Men bayatning ijtimoiy turmushning bir misollar berdim, yaxshi. Masalan, deyli, Abdul tushuntiribdi, birinchi annas lafzi am. Lekin bundan maqsad qilinayotgan narsa xos. O'simi muayyan masalaga arabiy shu. Ikkinchi annasni ham am, lekin bundan maqsad qilinmoqchi Abu Sufyan va uning hamrohlari. Masalan, muzluq o'xshagan masala. Endi oyatda mushta ahvollar bor. Amba haswa. Mufassirlar amni ambati ilish, amni xoslash qatorliq meselelerdə ixtilaf qilib, oxşamagan tafsir ortaya çıxdı. Abdurdavatı dal umumluq və xususluqmu müfəssirlər arasındakı ixtilafның səbəblərindən birisi bular. Bular bir sözün umumluq haqqında və xususluqı haqqında ixtilaf qıldı. Ularınki Allah'ın tövəndəki sözünün amlıq və xaslıqı haqqında ixtilaf qılınğı oxşaş. Məsələn ayətdə Qur'anda və la tankihul müşrikat hatta yu'minna desa. Müşrikler iman etgan kadar ammanla o ayollarını, müşrik ayollarını değilse ayette. Bazı müfessirler müşedlam, müşrikat degen sözüne an kılıp bütün müşriklerini eliş konmaydı. Ehli kitabın müşrinin içi de dep düşünüdü ma ayetten anninkin vel muhsanatu minellezine utul kitab degen ayetine kitap haslaydı. O vakitte haslanıdı. Bazılar kopap yak. Bu müşrikatın maksat ehli kitaptan başkası. Bunun için ehli kitap kirmaydi. Vel muhsanat minellezine utul kitab ehli kitabın için pakiz Allah'ı asanla bul degen ayet bunun tekit oldu. Bu çok hoşlan mesele. Dinin dediğini bazı müfessirler tarafından dilindi. Müşrikatın lafzı am. Bu vakti veseniyatlarını kitabın ölçüsüge alındı. Diğer müfessirler var. Ve bazı tarafından dilindeki yak bu veseniyatlara has. Birinci fikirge asasen eğer am deyilse vel muhsanatu minellezine utul kitab diyen Allah'ın bu sözü ayetine haslığan buludu. Ama ikinci sözge asasen haslamaydı. Çünkü ilgirki söz asla kitabiyatını özü çıkamaydı. Belki tekit oldu vakitte. Muşnu okuş meselesi arkadaşlar. Bu yerdeki vakitinin kıslıkı kitabının hacmininki talep bilen bunun artık misal ekeg olmaydı. İnşallah tefsir kitapları okuğa vaktimizde bu meselelerge kengir uçurayımız inşallah. 6. sebep müfessirlerinki ihtilaf kılışının 6. sebeplerinden birisi hakikat mecazı. Bu hakkında belki balagat okumuqallarına Arap tilinin alahilliklerden birisi cümlelerde sözünün hakiki manisi kullanılışı, yoki mecaz manisi, yani köçme manisi kullanılışı.
Haqiqat nima, majaz nima bu yerda qisqacha bir tushuntiriluvlik savoldoshlar. Men shu balog'at ders olmag'achqa tafsiliy uningga kirib bo'lmayman. Ammo sizlarga qisqacha tushuntirsam, arab tilida bir so'z asli o'zining ma'nosida qo'llanilsa bir jumlada bu so'z haqiqiy ma'nosida qo'llanilgan bo'ladi. Tashbih yoki bu vositalar bilan asli o'zining ma'nosida qo'llanilmay, yana bir ma'noda qo'llanilgan bo'lsa, ma'lum bir aloqa vosita tufaylidan bu vaqtida nima bo'ladi? Majaz bo'ladi. Endi ba'zi mufassirlar oyatlarda kelib qolgan so'zni haqiqat deb tushunib, haqiqat shaklida tafsir qilsa, ba'zi mufassirlar so'zni yo'q bu yerda majaz vaqti deb turib, majaz ma'noladi. Tam mush yerdan nima chiqadi? O'xshamagan tafsir chiqadi. Abdurdavatda shunga haqiqat degan so'zningki, ya'ni o'z tayinlangan ma'noda qo'llanilgan so'z. Majaz desa bir so'z bo'lib, bu o'zi tayinlangan ma'nodan boshqa bir ma'noda qo'llanilgan qanday shaklda desa, aslidagi ma'noni iroda qilmaslikni dalolat qiladigan bir qayni bilan to'g'ri bir shaklda alavajin yasihlinga boshqa ma'noda ishlatib qoldik deb qalaymoqon xalgan ishlatib bo'lmaydi. To'g'ri bir shaklda davodir. Ya'ni hazm qila oladigan bir shaklda. Endi ulamoning o'rtasida dal mushayda ixtilof tushildi yana. Majazning kelish kelmasligida. Bir bilik ulamolar majaz kelib deydi, yana bir bilik ulamolar kelmaydi deydi. Mening mushahaqda yozgan bir kichik bahsim bor. İnşallah pat sizlar bilan paylaşishim mumkin. Ya'ni arab tilida, ya'ni Qur'onda majaz bormi yo'qmi deb mushahaqda, chunki xil dangliq ulamolar yo'q deydi. Ko'p sonliq ulamolar bor deydi. Hatto maydim ma'abtur, kitob ma'abtur, mazmunni bo'lib qistirib qo'yibdi. Keyingi mazmun bilan munosabatsiz sizga bu xil bir cho'ng mazmun. İnşallah pat arada sizlar bilan paylaşishim mumkin uni. Yozganlarga haqiqat majaz bormi yo'qmi, bo'lsa qanday bor, yo'q bo'lsa qanday yo'q degandek mazmunlarni paylaşishim mumkin. Mushu men hozir sizga dugulak kishiga olganim bugungi darsga munosabatsizga faqat o'tirib buni ham akab qo'yibdi. Ya'ni ulamoning o'tirisida majaz kelamdu, kelmamdu ixtilof bor. Bir bilik ulamolar majaz keladi desa, faqat biwuqu'ihi degan gap keladi desa, va ankarathu ukhra. Ya'ni bir bilik ulamolar buni inkor qiladi deb akab qo'yibdi, unutib ketganlar. Endi o'zimizning gapga kelaylik. Ma aslidagi misollarning hammasi majaz bor deganni o'shida keladi. Ya'ni majaz bor yo'q degan oyatda ma so'z majaz yoki majaz emas. Masalan, qaraylik. Bunun misali ulamolarningki Allohning tuvandagi so'zining tafsiri haqidagi qilgan ixtilofati. Va annahu huwa adhaka va abka. Alloh kuldigini va yig'labini desa, mufassirlikni anglab boqamdiq. Hasan Kalbi o'zining tafsirlarida jannatda jannat ahlini kuldirdi, do'zaxda do'zax ahlini yig'latdi desa, Sahl ibn Abdullah itoat qilganlarni rahmat bilan kuldirdi, osiylarni g'azab bilan yig'latdi desa, mana bu ham bir tafsir. Tafsir. Lekin bu tafsirda haqiqiy ma'no bilan tafsir qilib kulish yig'ilishdi. Chunki haqiqiy kuldirdi haqiqiy. Ammo endi bir tafsirni ko'p qilgandik, dahak deydi. Ziminni o'simliklar bilan kuldirdi, osmonni yomg'irga yig'latdi desa, ma'u majoziy ma'nodan qilgan tafsir endi. Ikkisi xil. Yana bir misol olaylik. Ma bir misol oldimi? Ya'ni shuning qatoridan birisi haliqi bir sahobaninki tuvandik oyatdagi jibni tushunib qolgan bir ahvoli bor. Hatto masalan sizlar yeb ichinglar, so'g'irliqni yesanglar bo'ladi, oq jib, qora jibdan uchuq bo'lgan qadar desa, jibni haqiqiy ma'nosidan tushunib qilib asahaba o'zining beshida ikki ipni, ikki og'amchini yesatib qo'yib qo'ydi. Ikki og'amchining birisi oq, birisi qora. Hattoki oxirisida Rasululloh uningga maqsad bu ikki ip degandan kunduzning iqi, kechining qarisi deb tushunib qo'ygan qadar tushungan masalan. Sahaba boshida tushungan ahvollar bor. Yana bir misol savatdoshlar. Shu haqiqatlar majozdagi ixtilof tushgan misolning qatoridan Sahih Buxoriyda Abu Lahabning ayolining sifati haqida kelgan Allohning hammalatil hatab degan so'zning tafsiri haqida kelgan bir mazmun bor. Mujohidning mana bir so'z rivoyat qilinadiq. Hammalatil hatab o'tunni to'shug'ish degan gap so'xanchilik bilan mang'ush degan gap. Buni endi qandoq majoz sanam bunday Uyg'ur tilida men tushunib qo'yaman sizlarga. Biz masalan deylik, birisning qishib kelib toza onu qo'pog'i solib, u falan unda dedi, bunda dedi desa, Uyg'ur tilida nima deymiz? Mush gapni unda majozan nima deymiz?
qizitdi yoki yel soldi deymiz endi. Ikki xil ifoda Uyg'ur tilida. Qizitdi yoki yel soldi. Yel soldi degan gap nima degan gap desa, o'tni qalab, yelpib, qizitib, o't tashladi degan gapchi asli. Endi ko'p ponji debdi bir savoqdishimiz. Muzlu o'qish bag'onda asli ma'noki ma'no. Hammalatil hatta degan nima desa, o'tin to'shug'ish degan gap tam bizning Uyg'ur tilidagi qizitdi, yel soldi degan ma'noga o'xshash. O'tin to'shug'i odam shu o'tqa o'tin tashlaydi. O'tin tashlagandan keyin o't kuydi, boshqani qizitdi. Shu vaqtdan suv bilan bog'lanadi. Ma'o bir tafsir. Yana bir tafsir Sa'id ibn Jubayrninki nimasi tafsiriga kelsak, hammalatil hatab degan gap o'tin to'shug'ish degan gap xatolik va gunohni to'shug'ish degan gap. Hey bu xatolik bilan gunohning o'tin bilan nima aloqasi bor desa, xatolik qilgan odam do'zaxga o'tin bilan kuydi deydi. Demak, ma yuqoridagi ikkita tafsir majoziy ma'nolar bo'lgan tafsir. Endi ba'zi mufassirlar buni haqiqiy ma'nosida tafsir qilgan ahvollar bor. Ya'ni o'tin ko'tarib mang'adi. Qanday o'tin ko'tarib mang'adi desa, do'zaxda o'tin ko'tarib mang'adi. Jim mang'adi deydi endi. Ya'ni ba'zi tarafdan deyiladi, yo'q, bu shoh tikanlarni ko'tarib ekilib, kechida Rasululloh mang'adigan yo'llarga tashlab qo'yatdi. Shu boshqa buni hammalatil hatab degan. Qarang, yuqoridagi ikki tafsir, majoziy tafsir, aslidagi ikki tafsir qanday tafsir? Haqiqiy tafsir. Demak, ikki majoziy, ikki haqiqiy tafsir chiqdi mayadincha. Shunga o'xshash salohdoshlar. Bu bir misol. 7-chi sabab mufassirlarning ixtilofotidan ashkuni keltirish va oshkora keltirish. Qur'onda oshkora keltirilgan ahvollar bor. Hech qanday ilishib qilish yo'q-da. Hammasi aniq oshkora. Masalan, bu bayonimda. Murad o qadar oshkor bo'ldiki, hech ilishib qilish yo'q, ixtilofmi yo'q. Masalan, "Walamma ja'a Musa limiqatna kallamahu rabbuh." Masalan, intoyinda Musa ketdi, Rabbunun so'zladi. Chunki kelishning fa'ili oshkora, ilishib qilish yo'q, so'zlashning fa'ili oshkora. Bu yerda hech kim xatolashmaydi. Bu bir. Endi ba'zi vaqtda zimir keltirib qo'ydi, oshkorasi yo'q. Dal mush vaqtda mufassirlar ba'zi vaqtda zimirning qaytida qayerda ixtiloflashib qoldi. Ya'ni zimir fa'il qanday bo'lsa, zimir bo'lib qolsa. Masalan, iboyatni o'qidik bu oyatni, dana thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna. Ba'zilar bu yiqillashdi degan fe'lning fa'ilisi Jibroilga qaytdi, Jibroil yiqillashdi desa, masalan bu tafsirni Ummul Mu'minin Ayşe radhiyallohu anha qilqiq, Ibn Mas'ud qilqiq, Abu Dar qilqiq, Abu Hurayra radhiyallohu anhu qilqiq. Yine ba'zi tarafdan Allah Rasululloh yaqinlashdi deydi. Bu Ibn Abbosning anasi. Ha sahobalar shu xil tafsir qildi. Chunki zimir bor. Zimir ayga qaysimi? Normal, menga qaysimi? Normal. Bu bir sababning qatoridan. 8-savoqdashlar mufassirlarning ixtilof sabablarining qatoridan birisi naskhi va ihkam. Naskhi ihkam degan nima dedi savol kirishning mazmunining ichiga kirishning oldida bo'lay. Ba'zi oyatlar tushib mansux bo'lgan. Ba'zi oyatlar o'zining shu kuchga ega holatini saqlab qolgan. Mufassirlarning ba'zi oyatlarni bu oyat mansux deb bilak tarjima qilsa, ba'zilar yo'q, mansux emas deb ma'lum bir uygun bir shaklda tafsir qilib turadi. Dal mishani ixtilof chiqadi. Masalan, mansux degan gapdagi ixtilofning misollaridan birisi bularninki Allah subhanahu va taolaninki "Valillahil mashriqu val mag'ribu fa aynama tuwallu fathamma wajhulloh" degan oyatdagi ixtilofga o'xshaydi. Masalan, buning ixtiloflarini ko'ramiz savoldoshlar. Misollarni aniq tushuntirib davotimi? Masalan, aniq qo'yga chiqar. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan shu oyat muhkam degan dalolat qiladigan mazmunlar rivoyat qilinadi. Undan muhkam bo'lsa qanday tushunamiz bu oyatni? Mashriq, mag'ribning hammasi Allohning, na qolsanglar bo'ldi desa, namozda na qolsak bo'landa desa, yo'q, maqsad qibla shubhili ko'p qolgan vaqtda tushgan. Lavanda qibla shubhili ko'p qolgan vaqtda, qiblani topolmagan vaqtda na qolsang bo'ladi. Tamam. Ibn Umar radhiyallohu anhudan buning muhkamligiga dalolat qilgan mazmun rivoyat qilinadi. Buni Ibn Umar qanday tafsir qildi desanglar, bu nafl namoz. Nafl namozda mashinada ketib o'tib, eshakda, otda ketib o'tib, o'qsanglar bo'lardi, aeroplanda, paroqda ketib o'tib. Na qarasanglar bo'ladi. Ikki fikrga asosan oyat muhkam, mansux emas, mashxil. Ammo endi Ibn Abbos radhiyallohu anhudan yo'q, bu oyat mansux degan bir rivoyat qilinadi. Ya'ni Atoq Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qildi.
Qur'ondan tunji mansux bo'lgan mazmun bizga tilg'ilingan mazmun. Vallohu alam. Qibla masalasi. Avval Allah mashriq, mag'rib ikkilisi Allohning. Nega qarab qalsang Allah shu yerda bor. Deydi. Shundan bu oyatga asosan Rasululloh Baytul Muqaddasga 16 oy atrofida qarab namoz o'qidi, Ka'bani qilib qo'ydi. Ankin Allah subhanahu va taolo Rasulullohni Ka'baga qaratdi, dediki: "Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha" deb mayatni tushadi. Demak, oyatning maqsad Baytul Muqaddasda buni mansux qilib Baytullohga, Ka'baga qaratildi. Favalli vajhaka shatrul masjidil haram dedi. Makkinki oyat bilan oldidagi oyat mansux qilinadi. Demak, bir oyatning mansuxligi, mansux emasligi haqida mufassirlar o'tirdi. Ixtilof bo'ldi. Mushu ixtilof andiga o'xshamagan tafsirini o'rtaga chiqaradi. Bu 8-sababning qatoridan savobdoshlar. 9-sabab, ya'ni oyatning tafsiri haqidagi mufassirlarning o'xshamasligining ixtilof qilgan sabablaridan birisi Rasulullohdan kelgan rivoyatdagi ixtilof. Degani Rasululloh bilislar oyatni tafsir qiladi, ahkomini bayon qiladi. Rasulullohning hadislarini ba'zi sahobalar anglaydi, ba'zi sahobalar anglamaydi. Anglagan sahobalar shu bo'yicha tafsir qilsa, anglamagan sahobalar o'zi tushungan mazmun bo'yicha tafsir qiladi. Mufassirlar o'xshash, mishadin mufassirlar o'tirdi ixtilof chiqadi. Masalan, ularning ba'ziga Rasulullohning hadisi yetadi, yana ba'ziga yetmaydi. Shuni bilan har mufassirning tafsiri yana birisidan qanday bo'lib qoladi, farqli bo'lib qoladi. Bir misol. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. Yani irvafat olgan ayol 4 ay 10 gün iddet tutudu dese. Bu bir mazmun mu? Kallahını zirek tutulmaya da. Ve ulatul ahmal eceluhunna yeda'na hamlahunna. Hamildar ayollarının ki iddeti hamilisini tuqqan kadar dedi. 2 gün o. Evlilik kalan ayol 4 ay 10 gün. Hamildar ayol hamilisini tuqqunca. Emde bir ayol hamildar hem evlilik kaldı. Mesela o ayolun kuskuğu 9 aylık olanlar. 9 ay. 15 günden keyin tug'ishi mumkin. Mush ayolning irofat topdi. Bu ayol oldidagi oyat bo'yicha 4 oy 10 kun iddat tutamdi, lekin ma oyat bo'yicha tug'silab iddatga tushamdi desa, Ali radhiyallohu anhuda ijtihadni qo'llanadi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu nima deydi desa, mush oyatga tayinib turib, ayol irofat topgan homildor ayol 2 vaqtning eng uzunidan iddat tutadi. Masalan, bir ayol qusqug'i 1 oylik bo'lganda irofat topdi. Bunun da 4 ay 10 gün bir müddet, hamilesini tug'ish 9 ay bir müddet, 2 müddet var ya. Bunun en yiroq qaysi 9 ay man tutuldu. 9 aylik bo'lgan qusquga bir ayol vafot etdi. Vafot etib 15 kundan keyin tug'ibdi. Yani bu ayol tug'islan idida chiqamdi, yoki 4 ay 10 kun desa 4 ay 10 kun. Chunki ikki vaqtning qaysi uzun bo'lsa, shuni ado qilsa, ikkilisidan ado qilingan bo'ladi deb madalkum chiqargan. Ali radhiyallohu anhu bilan Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Oyatdan va shayatning ruhidan. Ammo Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu deganki, kim xolisa bu haqda men qasam qilib qo'yaman Alloh bilan. Ma oyat sura Taloqda tushgan, qisqa sura Nisa degan sura Taloq degan gap. Ya'ni 4 ay 10 kundan keyin tushgan. 4 ay 10 kun degan oyat oldida makin. Anagan ki ma oyat oyatni mansux qila oladi demakchi. Juz'iy mansux qila oladi. Deb bo'lib hamildarının iddeti qusqudigini tug'ish. Bir ayol 9 ay bo'lganda vafot etdi. Vafot etib 2 kundan keyin tug'ib bo'lsa iddeti chiqqan bo'ldi. Endi Ibn Mas'udning mushu qilgan tafsiriga dalil bo'lgan narsa nima desa, dal Subay'atul Aslamining bir hadisi bor. Bu ayolning yo'ldoshi hajda vafot oldi. Bu ayol homildor edi. Uzun o'tmayla bu ayol hamilisini tug'di, erining vafotidan keyin. Nifasdan saqiydi. Tuqqandagi nifasdan 40 kunlik nifasdan saqiydi emasmi? Xirdalar uchun yasandi. Yani boshqalar uyga elchilik kelsa, kurashdi, ma'qul deb kurashdi. Shundan Abu Sanabil ibn Bakkaka degan bir kishi buni qishqa kelib, nim deb elchilik kirganlarga yasanayotganligingizni ko'ryapman. Nima ish bu? Balkim siz to'y qilmoqchi o'xshaysiz.
Allah bilan qasamki to'y qilolmaysiz 4 oy 10 kun o'tkichada bunda bir tahdid soladi. Bu yerda bir azroq bir hikoya bor, boshqa hikoya. Uni boshqa vaqtda bu yerda munosabatli bo'lmagan deb o'tolmay. Subay'a buni anglagandan keyin falamma qala li zalik men shu gapni demadi. Men kiyimlarimni kiyib kechirgan vaqtda Rasulullohning qishig'iga keldim deydi. Bu haqda so'rasam Rasululloh menga shunda deb fatvo berdiki, men hamilamni tuqqan vaqtimda nima bo'ptimi, iddatimdan chiqib bo'ptimi deb agar menga to'g'ri birisi chiqib qolsa to'y qilishga Rasululloh buyurdi. Demak, aniq hadisdan bir savol berdi. Bu hadisni asa Ali radhiyallohu anhu Ibn Abbas anlamagan, a şekilde tefsir qilgan. Ibn Mas'ud anlagan, ma şekilde tefsir qilganda, shu boshqa Ibn Ali radhiyallohu anhu bilan Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma ikkilenga Subay'aning hadisi yetgandan keyin kepidan yongan. Mana bir dalil pakda. Muslim o'zining sahihida bunda bir oyat qilgan, Aba Salamat ibn Abdurrahman Ibn Abbas Abu Hurayraning qishga yig'ilib qopti. Ma ikkilen shu iri vafot bo'lib, necha kundan keyin boşangan ayol haqqida tilg'ilib o'tib ekan. Ibn Abbas dedi, uning iddati 2 muddatninki eng uzun dedi. Abu Salama dedi, bu ayol iddati chiqib bo'ldi. Bu ikisi buni talash qilibdi. Abu Hurayra dediki, men qarindishimning o'g'il tarafda, ya'ni Abu Salama bilan birga men shu fikrni qo'llayman deb Ibn Abbasning xizmatchisi Kurayibni Salama radhiyallohu anhaning qishig'iga shu haqda so'rab avatdi. Kurayib kelib bular dediki, Salama shuni debdi. Subay'at al-Aslami eri vafot topgandan keyin necha kundan keyin bo'shandi degan gap bunda to'g'ri degan gap. Va buni Rasulullohga so'zlatdi, Rasululloh uni to'y qilishga buyuribdi. Demak, bizga o'xshagan masala. Demak, savoldoshlar, biz yuqorida 9 turlik nimani tilg'ab o'tdik, mufassirlarning ixtilof qilishning sababini tilg'ab o'tdik. Amaliyotda mufassirlarning ixtilof qilishining sababi bundan ko'p bo'lishi mumkin, lekin biz eng muhimlarini tilga oldik. Shu mashqotda tilkum yuqoridagilar tafsirdagi mufassirlarning ixtilofotining sabablarining eng muhimlari. Bu yerda undan boshqa sabablar bor, bundan boshqa, ammo shulardan biz yuqorida so'zlagan yetarli. Vallohu a'lam deydi. Shundan bizning bugungi darsimiz mushu yerda oxirlasin. Biroz vaqt uzrab ketib qoldi, chunki oldingi soatlik darsimizni o'qiyolmagan bo'lg'achqa bugun qo'shib o'qidik. Vaqtini qolgan bo'lsak rozi bo'linglar. Bugün bir şeyde biz hoşlaşılı suallarına olup kalsa munberge koysanlar buldu, topu soğusanlar buldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.